Oddiy santexnika bilan umumiy santexnikani eng asosiy ajratib turadigan narsa mana shu ko'rayotgan mexanizmlar bo'ladi. Xonadon egalari bizga umumiy santexnika bo'lsin deb iltimos qilganlar va ularga yechim sifatida aynan mana shu mexanizmni o'rnatib berdik. Buni aqlli tomoni nimada? Birinchi ahamiyat beradigan narsamizni betdagi shlankadir. Uzoq yillik xizmatni o'tib berish uchun A tochkadan B tochkaga ulanganda hech qanaqa paykalasiz ulanadi. Yana bitta plyus tomoni, shotchikdan keyin suv filtrga kelib tushadi. Filtrda davleniyalarni o'lchab, undan keyin xonadonga uzatiladi. Yana bitta eng ahamiyatli joyi bu uylarda keyinchalik ta'mir ishlari bo'ladigan bo'lsa yoki oshxonada aynan issiq suv smesитель buzib qoladigan bo'lsa, shu joydan turib aynan issiq suv uchun keladigan potokni yopib qo'ysanglar bo'ladi. Sovuq suvdan bemalol foydalanaverasizlar, remont qilib tuzatib olganinglardan keyin o'sha bu yerdan qayta yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Boshqa xonalarga umuman zarar yetmaydi. Sistemamiz 85 kvadrat metrli xonadon uchun salkam $2000 ga aylandi. Bu narx xonadon katta kichikligiga qarab yo oshishi yo tushishi mumkin. Agar sizlarga ham umumiy santexnika xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar bo'ladi.